Ozarbayjonning Gabala shahrida 7-oktyabr kuni Turkiy Davlatlar Tashkiloti Davlat rahbarlari kengashining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev raisligida o'tgan tadbirda O'zbekiston yetakchisi Shavkat Mirziyoyev ham ishtirok etdi va qator tashabbuslarni ilgari surdi. Endi ise çıkış için söz verilir Özbekistan Respublikası'nın prezidenti Cenab Shavkat Mirziyoyev'a. Hurmatli delegatsiya rahbarlari, qadimgi buyuk Ipak yo'lining muhim savdo va madaniyat markazlaridan biri bo'lgan betakror Gabala shahrida siz aziz qardoshlarim bilan diydor ko'rishib turganimdan behad mamnunman. Avvalambor sammitning yuqori saviyada tashkil etganlari an'anaviy va samimiy mehmondo'stlik uchun Ozarbayjon Respublikasi prezidenti hurmatli Ilhom Geydarovich Aliyev janob olilariga minnatdorchilik izhor etaman. Sizning bevosita tashabbusingiz bilan biz oxirgi yillarda zamonaviy Ozarbayjonning ko'plab hududlariga tashrif buyurdik. Go'zal Qarabog' kun sayin obod bo'layotganiga, Shosha, Xamkeldi, Agdam shaharlarida ulkan bunyodkorlik ishlariga guvoh bo'ldik. Albatta, yaqin do'stlaringiz sifatida bu ijobiy jarayonlar bizlarni juda quvontiradi. Sizning qat'iy siyosiy irodangiz tufayli Armaniston bilan imzolangan tinchlik deklaratsiyasi esa Turkiy davlatlarining ham umumiy g'alabasidir desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu tarixiy kelishuv mamlakatlarimiz uchun savdo, iqtisodiy, transport va gumanitar sohalarda yaqin hamkorlik borasida keng imkoniyatlar eshigini ochib bermoqda. Hurmatli hamkasblar, yil davomida tashkilotimiz faoliyatiga samarali raislik qilgan hamkorligimizni yangi bosqichga ko'tarishga munosib hissa qo'shgan uchun Qirg'iz Respublikasi prezidenti hurmatli Sodir Nurgajoyevich Jaborov janob olilariga tashakkur bildiraman. Mintaqaviy tinchlik va xavfsizlik mavzusida bugungi uchrashuvimiz dunyoda murakkab geosiyosiy o'zgarishlar va yuz berayotgan xavfsizlikka tahdidlar tobora ortib borayotgan bir sharoitda o'tmoqda. Hozir so'zga chiqqan hamkasblarim bu muammolar bo'yicha o'z fikri va takliflarini bildirib o'tdilar. Yaqinda Nyu-York shahrida bo'lib o'tgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti yubiley sessiyasidagi jahon yetakchilarining chiqish va yondashuvlari ham zamonaviy dunyoning siyosiy va xavfsizlik arxitekturasi bo'yicha yakdil pozitsiya yo'qligini yana bir bor namoyon etdi. Davrining o'zi bizdan global boshqaruv tizimini chuqur isloh qilish va takomillashtirish, BMT va uning xavfsizlik kengashining rolini oshirishning taqozo qilmoqda. Jumladan rivojlanayotgan davlatlarning o'rni va ovozini mustahkamlashda yaqin hamkorlikning kuchaytirish muhim vazifadir. Eng og'irlik muammolar Yevrosiyo mintaqasida avj olayotgan va oxiri ko'rilmayotgan nizo va urushlar albatta bizning davlatlarimizga ham o'z salbiy ta'sirini ko'rsatmoqda. G'azo sektoridagi fojia, Ukraina atrofidagi vaziyat, Eron yadro dasturi muammosi, Afg'oniston barqarorligi masalalari barchamizning albatta jiddiy tashvishga soladi. Jahonning qudratli davlatlari tomonidan adolatli dunyo tartibotini shakllantirish, o'zaro ishonch va xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qiladigan intilish va yangi rejalarni olqishlaymiz. Jumladan biz Turkiya prezidenti hurmatli Recep Tayyip Erdogan janob olilarining muammolarini muzokara yo'li bilan konstruktiv hal etishga qaratilgan amaliy sa'y-harakatlarini yuksak baholaymiz va har tomonlama qo'llab-quvvatlaymiz. O'ylaymanki, global vaziyatni chuqur tahlil etish va kerakli qarorlar qabul qilish maqsadida Turkiy davlatlar tashkiloti tashqi ishlar vazirlari va maxsus xizmatlar rahbarlarining birgalikda uchrashuvlarini muntazam o'tkazib borish ham zamonning o'zi taqozo qilmoqda. Birinchi qo'shma uchrashuvni kelgusi yil qadimiy Samarqand shahrida o'tkazish tashabbusi bilan chiqamiz. Hurmatli delegatsiya rahbarlari, tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, Turkiy davlatlar tashkiloti qisqa vaqt ichida jadal rivojlanib borayotgan nufuzli xalqaro tuzilmalar qatoriga kirdi. Avvalambor mamlakatlarimiz o'rtasida yuksak darajada siyosiy
muloqotlar faollashgani, o'zaro ishonch mustahkamlanayotgani, amaliy sheriklik loyihalari va gumanitar dasturlar hayotga faol tatbiq etayotgani buni yaqqol tasdiqlaydi. Birgina misol keltirmoqchiman. Bugungi kunda tashkilotimiz doirasida 35 dan ziyod yo'nalishlarda amaliy hamkorlik olib borilmoqda. Mamlakatlarimiz o'rtasida o'zaro savdo hajmi barqaror o'sib bormoqda. Bu ko'rsatkich 2030-yilga qadar 2 barobar oshishi kutilmoqda. Kun tartibidan kelib chiqib bir qator masalalarga alohida to'xtalmoqchiman. Tuzilmamizning mavqei va salohiyatini yanada oshirish, uning yaqin kelajakda samarali hamkorlik maydoni sifatidagi o'rnini mustahkamlash oldimizda turgan ustuvor vazifadir. Bu borada Turkiy davlatlar o'rtasida strategik sheriklik, abadiy do'stlik va qardoshlik to'g'risidagi bitimning tezroq kelishib qabul qilish tarafdorimiz. Albatta bu muhim bitim hamkorligimizning rivojlantirish yo'lida asosiy siyosiy hujjat sifatida qardosh xalqlarimizning yanada yaqinlashtirish, amaliy aloqalarning yangi bosqichga olib chiqishda mustahkam zamin bo'lib xizmat qiladi. Ko'p qirrali sherikligimizni yanada kengaytirish va jadallashtirish maqsadida tashkilotimizning 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasi va alohida yo'l xaritasini ishlab chiqishni taklif etamiz. Bunda quyidagi aniq yo'nalishlar va chora-tadbirlar ko'zda tutishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Birinchidan, mamlakatlarimiz o'rtasida savdo-iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish va sanoat kooperatsiyasini chuqurlashtirishni asosiy yo'nalish sifatida ko'ramiz. Yaqin kelajakda tashkilotimiz doirasida yangi iqtisodiy imkoniyatlar makonini shakllantirish tarafdorimiz. So'z birinchi navbatda savdo, biznes va o'zaro investitsiyalar uchun eng qulay sharoitlarni, huquqiy baza va infratuzilmani yaratish haqida ketmoqda. Amaliy hamkorlikni izchil rivojlantirish va aniq loyihalarni ishlab chiqish, jumladan Turkiy investitsiya jamg'armasi doirasida rejalarni kelishish maqsadida Turkiy davlatlarining iqtisodiy sheriklik bo'yicha doimiy kengashini tashkil etish vaqti keldi. Bu tuzilma mamlakatlarimiz bosh vazir o'rinbosarlari tomonidan boshqarilib, doimiy faoliyat olib borish mumkin, muhim bo'lar edi. Kengashning loyiha ofisi esa Toshkentda joylashtirishga tayyormiz. Kengash doirasida bir qator yangi tashabbuslarni amalga oshirishimiz mumkin. Jumladan, Turkiy davlatlar sanoat alyansini tuzish va bu orqali mashinasozlik, kon sanoati, elektrotexnika, neft, kimyo, farmatsevtika, yengil sanoat, oziq-ovqat, qurilish materiallari ishlab chiqarish sohalarida yetakchi kompaniyalarimizning kooperatsiya loyihalarini ilgari surish, o'zaro savdo hajmlarini keskin oshirish va texnik reglamentlarini yaqinlashtirish maqsadida Turkiy yashil yo'laklar elektron tizimini joriy etish zarur. Yashil energetika, yashil vodorod va ammiak loyihalarini birgalikda amalga oshirish, ilg'or texnologiyalar, startaplar va kompetensiyalar jalb qilish, davlat va xususiy sheriklik mexanizmlarini keng tatbiq etish, yashil transformatsiya konsorsiumining tashkil etish, strategik minerallar bazasini o'zlashtirish va qo'shilgan qiymatli mahsulotlarni ishlab chiqarish kabi masalalar kengashning doimiy e'tiborida turishi darkor. Bunda xomashyo qayta ishlash, ilm va texnologiyalar, tayyor mahsulot tamoyili asosida amaliy hamkorlik dasturini qabul qilish muhim ahamiyatga ega. Ikkinchidan, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda organik qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish va yetkazib berishda mamlakatlarimiz dunyo yetakchilaridan bo'lishlari mumkin. FAOning tahlillariga ko'ra, bugungi kunda organik mahsulotlarning jahon bozorlarida hajmi 225 milliard dollardan ko'prog'ini tashkil etadi va bu raqamlar istiqbolda har yili 10% ga o'sish kutilmoqda. Davlatlarimizning bu boradagi salohiyatdan kelib chiqib, sifatli va talab yuqori bo'lgan organik mahsulotlarni ishlab chiqarishda ilmiy izlanishlar va seleksiya, sanoat kooperatsiyasi va logistika aloqalarini kuchaytirishimiz lozim. Kelajakda organik mahsulotlarimiz jahon bozorida yagona brend bilan chiqish mumkin. Bu borada qishloq xo'jaligi vazirlarimiz nazoratida
eksport ishchi guruhini tashkil etib, dastlabki pilot loyihalarini saralash va mamlakatlarimizda amalga oshirishni taklif etamiz. Uchinchidan, Turkiy davlatlarining o'zaro transport bog'ligini ko'paytirish va xalqaro tranzit yo'laklarini rivojlantirishda muvofiq siyosat olib borish zarurligini hammamiz chuqur anglab turibmiz. O'rta koridorni izchil rivojlantirish borasida aytib o'tilgan barcha rejalarni to'liq qo'llab-quvvatlaymiz. Eng asosiy bu yo'lak raqobatbardoshligi bilan ajralib turishi lozim. U biznes hamjamiyati uchun eng qulay shart-sharoitlarni ta'minlab berishi zarur. Bu borada maqbul tranzit tariflarini qo'llash, zamonaviy transport infratuzilmasini rivojlantirish va raqamlashtirilgan bojxona tartibini joriy qilish loyihalariga katta ahamiyat beramiz. Avgust oyida Turkmaniston xalqining milliy yetakchisi, xalq maslahati raisi hurmatli Gurbanguli Melikgulievich Berdimuhamedov tashabbusi bilan bo'lib o'tgan uchrashuvlarimizda Kaspiy orqali parom tashuvlarini ko'paytirish yuzasidan muhim kelishuvlarga erishdik. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, o'rta koridor hozirda qurilayotgan Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li va istiqbolli Transafg'on yo'lagi bilan bog'lansa, keng mintaqamizda ko'p tarmoqli strategik magistrallar tizimini yaratishga erishamiz. Aminmanki, transport sohasi bilan bog'liq barcha tashabbuslarimiz 12 noyabr kuni Toshkent shahrida bo'lib o'tayotgan multimodal tashuvlar bo'yicha xalqaro forum doirasida batafsil muhokama qilinadi. Bu tadbirda transport vazirlari, yirik logistika kompaniya va uyushmalar rahbarlari, olim va ekspertlardan iborat milliy delegatsiyalarning faol ishtirokiga ishonamiz. 4-dan, yirik sanoat va infratuzilma loyihalarini to'g'risida gapirganimizda samarali moliyaviy instrumentlarni joriy etish alohida ahamiyat kasb etadi. Bu borada biz albatta Turkiy investitsiya jamg'armasining faoliyatini kengaytirish tarafdorimiz. Shu bilan birga ustuvor loyihalarga qo'shimcha mablag' jalb etish maqsadida Islom taraqqiyot banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki boshqa xalqaro moliya va milliy rivojlanish institutlari bilan strategik hamkorlik dasturini qabul qilishni taklif etamiz. 5-dan, sun'iy intellekt, raqamlashtirish va kreativ iqtisodiyot sohalari mamlakatlarimiz barqaror rivojlanishining muhim drayveriga aylanmoqda. Kuni kecha Ostona shahrida raqamli ko'prik forumi samarali o'tgani, sun'iy intellekt xalqaro markazi ochilgani va alohida universitet tashkil etilayotgani bilan Qozog'iston Respublikasi prezidenti hurmatli Qosim-Jomart Kemelovich Tokayevni tabriklaymiz. Bu sohalardagi sa'y-harakatlarimizning birlashtirish uchun sun'iy intellekt va kreativ iqtisodiyot loyihalarini amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritani qabul qilishni taklif etamiz. Shu bilan birga Turkiy dunyo xalqaro ko'rgazmasini mamlakatimizda o'tkazish tashabbusini bildiramiz. 6-dan, jaholatga qarshi ma'rifat tamoyili asosida ilm-fan va ta'lim sohalarida hamkorligimizni yangi bosqichga ko'tarish muhim. O'zbekiston 2025-2026 yillarda 100 dan ziyod universitetlarni o'z ichiga olgan Turkiy universitetlar ittifoqiga raislik qiladi. Kelgusi hafta ittifoq bosh assambleyasi Toshkent shahrida bo'lib o'tadi. Raisligimiz davrida Turkiy ilm-fan va innovatsiya kunlarini o'tkazish tashabbusi bilan chiqamiz. Sohadagi hamkorlikning mustahkamlash, iqtidorli olimlarning izlanishlarini rag'batlantirish maqsadida O'zbekistonda Turkiy davlatlar xalqaro universiteti o'z faoliyatini boshlamoqda. Ushbu oliygoh negizida qo'shma tadqiqotlar qo'llab-quvvatlash dasturini ishlab chiqsak, ayni muddao bo'lar edi. 7-dan, yoshlarimiz orasida yot va buzg'unchi g'oyalar tarqalishini oldini olish maqsadida Turkiy davlatlar makonida ekstremistik va radikal mafkuraga qarshi kurashishga qaratilgan harakatlar rejasini qabul qilishni taklif etaman. Ayni vaqtda biz islomofobiyaning har qanday ko'rinishlari bilan kurashish borasida ham yaqin muloqotlarni davom ettiramiz. Bundan tashqari, tashkilotimiz doirasida yoshlar o'rtasida ekologik bilimlar bo'yicha qo'shma chora-tadbirlarni ishlab chiqish bu yo'lda muhim qadam bo'lishi shubhasiz. Yana bir masalaga alohida to'xtalmoqchiman. Kelgusi
yil buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiyning 585 yilligi hamda ulug' Ozarbayjon shoiri Nizomiy Ganjaviy tavalludining 885 yilligini keng nishonlaymiz. Ularning insonparvarlik, o'zaro do'stlik va birdamlik g'oyalari bebaho abadiy merosini keng targ'ib etish maqsadida Nizomiy Ganjaviy va Alisher Navoiy ijodi Turkiya dunyo ma'naviy hayotida mavzusida xalqaro ilmiy konferensiya o'tkazishni taklif etamiz. Hurmatli delegatsiya rahbarlari, albatta bugungi sammitimiz muvaffaqiyatli o'tishida may oyida Budapesht shahridagi sermahsul norasmiy uchrashuvimizning alohida o'rni bor. Vengriya bosh vaziri hurmatli Viktor Orban janob oilariga ham o'z tashakkurimizni bildiramiz. So'zimning yakunida tashkilotimizda raislik qabul qilib olayotgan Ozarbayjon Respublikasi prezidenti hurmatli Ilhom Gaydarovich Aliyevga ulkan omadlar tilaymiz. Bugun qabul qilinayotgan Gabala deklaratsiyasi birgalikda ilgari surayotgan ezgu tashabbus va rejalarimiz yanada mustahkamlab, davlatlarimiz umumiy taraqqiyotiga, qardosh xalqlarimiz farovonligiga munosib hissa qo'shadi deb ishonaman. E'tiboringiz uchun rahmat.